Xabaringiz bor, 2025-yil 7-mart kuni chiqindilarni to'plash, olib chiqish xizmatlari ko'rsatish sohasida to'lov intizomini mustahkamlashga qaratilgan 1044 sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni imzolandi. Mazkur qonun chiqindilarni to'plash, olib chiqish bo'yicha aholiga ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lov intizomini mustahkamlashga ko'maklashadi hamda aholi debitor qarzdorligini kamaytirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda ushbu qonun 2025-yil 8-iyun kunidan boshlab kuchga kiradi. Qattiq maishiy chiqindilarni to'plash, olib chiqish xizmatlaridan qarzdorligi bo'lgan iste'molchilardan elektr energiya uchun to'lovlar qabul qilish to'xtatib qo'yiladi. Qonunga ko'ra, chiqindidan qarzdor iste'molchiga ogohlantiruvchi SMS xabarnoma yuboriladi. Shundan so'ng qarzdorlikni 5 kun ichida bartaraf etmasa, ushbu iste'molchi qarzdorlik bartaraf etilgunga qadar elektr energiyasi uchun to'lovni amalga oshira olmaydi. Aholida savol tug'ilishi mumkinki, maishiy chiqindidan qarzdorlikni to'lovini qanday amalga oshirishimiz mumkin? Buning uchun mobil qurilmangizda Paymir, Click kabi ilovalarga kirib, kommunal to'lovlar bo'limini tanlab, maishiy chiqindi bo'limiga kirib, shaxsiy hisob raqamingizni kiritgan holatda maishiy chiqindidan qarzdorligingizni to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Yoki hududingizdagi yaqin bo'lgan bank amaliyot kassalarida maishiy chiqindilar uchun qarzdorlikni to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Chiqindi xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlar to'lovlarning ishonchli va to'g'ri hisob-kitob qilishi uchun javobgar bo'ladi. Bu talab buzilgan taqdirda yetkazilgan zararning o'rni qoplanadi.